Bir erkak jannatga kiribdi. O'ziga atalgan qasrning birinchi xonasiga kirsa, nihoyatda go'zal bir parivash turgan ekan. Keyingi xonada mendan ming chandon go'zal sizni kutyapti, debdi pari. Keyingi xonaga kirsa, haqiqatda undan-da go'zal parivash turgan ekan. U ham keyingi xonada mendan ming chandon go'zal sizni kutyapti, debdi. Keyingi xonaga kirsa, haqiqatda undan-da go'zal parivash turgan ekan. Shunday qilib xonadan xonaga o'taveribdi. Bir-biridan go'zal parilarga duch kelibdi. So'ngra oxirgi xonani eshigini ochgan ekan, ne ko'z bilan ko'rsinki, o'zining ayoli turgan ekan. Shunda o'z ayolini ko'rib, boshqa parilarni unutib yuboribdi. Darhaqiqat, hurmatli erkaklar, hammaning o'z ayoli dunyodagi eng go'zal bo'ladi. Faqat buni anglay bilish kerak. Jannatlarda hammaga o'z sevganlari bilan bo'lish nasib etsin.